Avvalambor assalomu alaykum. Soat Muhammad Ali. 11 yoshdaman. Bozotov Festga men Toshkent shahridan qatnashdim. Hozir Regular nomidagi ixtisoslashtirilgan musiqa maktabida o'qiyman. Spesim skripkada o'qiyman. Oilada 5 tamiz. Adamim baxshichilik yo'nalishida o'qiydi. Ustozim ham adam. Har tomonlama adam yordam beradi. Mana xatolarim bo'lsa, adam o'g'lim bunaqa deydilar. Keyin oyim she'r yozadilar o'zlari. Keyin qo'shiqlar aytadi. Opam maqomchi, opam ham Bozotov Festga qatnashdi. Singlim endi shu pianinada o'qib kelmoqda. Bizning oilamiz san'atkor. Gilerdagi ustozim skripkada, ya'ni Davlatov Azizxon Norbayevich. Ko'p asboblarni chalishni bilaman. Masalan, doira, dombira, pianino, skripka va hokazo. Yoqadigan shu o'zim skripka bilan pianino va dombira yaxshi ko'rib ijro etaman. Shu baraban o'yinchoqlarni o'ynab, shu musiqaga qiziqqanman. Baxshichilikda ustozim Zafar Hayitov Sotovich. Gilerda aytadi, ustoz, mana shunaqa konkursga qatnashyapman desam, yaxshi harakat qilib birinchi o'rinni olib kel, Xudo xohlasa deydi. Bunga 2024-yilda ham qatnashgandim. Unda harakat qilib respublika bosqichidan 3-o'rinni olgandim. Undan xafa bo'lmaganman. Keyin 3-o'rinni olgandan so'ng yanada ko'proq tayyorlandim, harakat qildim. Bitta masalan doston aytsam, Alpomish dostoni, uni bir kunda 4 soat, 5 soat qilib tayyorlanib, ko'proq ishladim. Oldingida shu 10 yosh bo'lganman, sal kichkina bo'lganman. Sahnaga birinchi marta chiqishim edi. Hozir sahna ko'rib keldim. Unda ham sal ozgina hayajon bo'lgandi. Bu yilda hayajon bo'lmadi desa ham bo'ladi. O'sha 2024-yilda Soat va Muhammadal 3-o'rin deganda yig'laganman. Adamga aytganman, nimaga 3-o'rin deb, shu yig'laganman. Xafa bo'lganman ozroq. Keyin 1-2 kun, 2-3 kun o'tib adam aytdi, o'g'lim dedi, yana ustingda ko'proq ishla, shunda keyingi safar 1-o'rinni olasan dedi. Keyin men 1-o'rinni olishga harakat qilib hozirgacha keldim. Bolaligimdan shu uyda adamga aytardim, adam bilan tayyorgarlik ko'ramiz. Oyi, mana adam bilan mana shuni tayyorladik deb aytib beraman. Oyim ham san'atni tushunadi. Keyin sal mana og'zingni chaynab aytma, dona-dona qilib aytib maslahat berishadi. Adam baxshichi bo'lgani uchun mana baxshichilikka qiziqib, konkurslarga qatnashib kelmoqdaman. Buxoroda konkurs bo'lib o'tdi. Unda Grand Prix sohibi bo'ldim. Keyin o'zimizning Gilerda ham konkurs bo'ldi. Unda ham Grand Prixni olib $100 berishdi, mukofotlandim. Masalan, Grand Prixni olsam, bo'ldi, ishlamayman deb qolmayman. Shu yanada harakat qilib, yanada kuchli bo'lish kerak ekan deb harakat qilib, bugun Yoshlar ovozi konkursiga qatnashdim. Respublikadan Xudo xohlasa 1-o'rinni olaman deb niyat qilib turibman. Shahar bosqichi, sektorda ham ijro etib berdim. Yaxshi ijro etdim. Jurilar yaxshi deyishdi va yana ko'proq ishlang deb yo'nalish berishdi. Yonimdagi bolalar ular ham zo'r etishdi. Bu bosqichgacha meni qo'llab-quvvatlab kelgan odam bu dadam bo'ladi. Men ularga o'zim rahmatimni aytmoqchiman. Men bugungi kungacha bir kuni termasi, nasihat terma, Alpomish dostonidan parcha, Oypari doston va Og'ajonim nag'masi, Zubayda nag'masi, Yuring qizlar hayitga boraylik nag'masi. Men hozir sizlarga sektor bosqichida aytgan bir kuni termasini qisqacha qilib aytib beraman. Cho'qqidagi oppoq qor suv bo'ladi bir kuni, ming yashagan narchalari quv bo'ladi bir kuni. U yerdagi biyalar tuv bo'ladi bir kuni, jala yoqsa dirga soy bo'ladi bir kuni. Xudo bersa jigitga boy bo'ladi bir kuni, sel tanglagan gulkina
Yoshlar ishlari agentligiga minnatdorchiligimni bildiraman. Bu sizni yanada kuchliroq qilib beradi. Respublika bosqichidan ham birinchi o'rinni ola olmasangiz, agar 3-2 olsangiz, yanada shuni ustida ko'proq ishlab, sahnada o'zini tutishi, ijro mahoratini rivojlantirib beradi.